Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Shu kunlarda yurtimizda Navro'z bayrami shukuhi kezib yuribdi. Vatandoshlarimiz ushbu bayramni jamoat joylarida, oila davrasida, mehnat jamoalarida shod va xurramlikda nishonlashni niyat qilishgan. Bayramni tinch va osoyishta, yuqori ko'tarinkilikda o'tkazish uchun e'tibor qaratish zarur bo'lgan jihatlarni sizlarga eslatib o'tmoqchimiz. Aziz yurtdoshlar, Navro'z bayrami kunlari bir-birimizga yanada mehr oqibatli bo'laylik. Zero ota-bobolarimiz ushbu bayramni yil boshi sifatida ahillik va ezgu niyatlar bilan qarshi olishgan. Bayram kunlari ko'cha va saylgohlarda yurganimizda jamoat tartibiga, avtomashinada harakatlanganimizda esa yo'l harakat qoidalariga qat'iy amal qilaylik. Bayram o'tkaziladigan hududlarda vaqtincha avtomashinalar harakati cheklanishi mumkin. Bu albatta yaqinlarimiz, oila a'zolarimizning salomatligi va tinchligini o'ylab ko'rilgan chora-tadbirdir. Shuning uchun bunday paytlarda bir-birimizni tushungan holda harakat qilaylik. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bayram tadbirlari davomida jamoat xavfsizligini ta'minlash borasida hamkorlikda barcha tashkiliy profilaktik chora-tadbirlar belgilangan. Shuningdek, bayram tadbirlari o'tkaziladigan joylarning texnik holati to'liq ko'rikdan o'tkazilib, nosoz attraksionlar va boshqa nosoz o'yin qurilmalarining ishlatilishiga yo'l qo'yilmasligi nazoratga olindi. Biroq bayramni tinch o'tishi, turli ko'ngilsiz holatlarni sodir bo'lmasligi sizlarning shaxsiy mas'uliyatingizga ham bog'liq. Ichki ishlar organlari xodimlari sizlarni bayramni tinch va osoyishta, ko'tarinki ruhda o'tkazishingiz uchun tunu kun xizmatga shaymiz. Bayramingiz qutlug' bo'lsin, aziz yurtdoshlar.